Bugun uyda ovqat pishirishga erinib burger zakaz qildim. Bu oddiy burger emas, sizlar bilgan burgerdan, jирный burgerdan emas, bu PP burger. Buni bulochkasi kartoshkadan qilinar ekan va go'shti yog'da pishmas ekan. Issiqni keldi lekin, такой faygochlarga o'ralgan. Wow. Menyudagi rasmda qanaqa bo'lsa, hayotda ham xuddi shunaqa ekan. Endi ko'ramiz. Ta'mi oddiy burgerlarga o'xsharmikan yoki yo'qmi? Qani, bismillah. Oddiy kartoshka frini o'rniga PP batatlardan zakaz qildim. Ichimlikdan matcha zakaz qildim. O'zlarining firmali idishlarida. Hozir tatib ko'ramiz. Hech qanaqa kola, fanta kerak emas. Bitta matcha va mana shu PP burgerdan zakaz qilsanglar, yoniga batat fridan zakaz qilsanglar bo'ldi. PP umuman buzilmagan holatda qorninglar to'yadi. Maza